Butun kalla suyagiga lateral tarafdan qaraganimizda 3 ta chuqurcha ko'rinadi. Fossa temporalis, fossa infratemporalis, fossa pterigopalatina. Shulardan fossa infratemporalis, chakka osti chuqurchasi haqida gaplashamiz. Chakka osti chuqurchasi mana bu tarafdan qaraganimizda biroz ostki tomonda joylashadi. Uning bir qancha chegaralari va devorlari bor. Chakka osti chuqurchasi fossa temporalis, ya'ni chakka chuqurchasining davomi hisoblanadi. Crista infratemporalis alia majoris bu ikkala chuqurchani bir-biridan ajratib turadi. Mana bu joyda mana alia major ko'rsatilgan. Alia majorni o'rtasida crista infratemporalis qismi ajratib turadi, yuqorigi va pastki qismlarini. Devorlari oldingi tarafdan yonoq suyagidan iborat. Mana pastki tarafdan ko'rishimiz mumkin. Mana oldingi devorda mana yonoq suyagi qatnashyapti ma'lum miqdorda. Bundan tashqari yuqori jag' suyagining yonoq o'simtasi ham qatnashyapti mana. Yuqori jag' suyagining yonoq o'simtasi yonib turibdi. Va bundan tashqari yuqori jag'ning do'mbog'i ham qatnashyapti. Ya'ni tanasining orqa qismida tuber maxilla, yuqori jag' suyagining do'mbog'i bor edi, u ham qatnashyapti. Va yana bundan tashqari yuqori devorni ko'radigan bo'lsak, chakka suyagidan iborat mana ko'ramiz, chakka suyagi. Chakka suyagi yashil yonib turibdi, yuqori devorni hosil qilyapti. Bundan tashqari mana yuqori devorni yana hosil qilishda qatnashyapti ponosimon suyakning katta qanoti. Ikkalasining o'rtasida crista infratemporalis ajratib turadi. Boshqa devorlarni gaplashadigan bo'lsak, medial tomondan ponosimon suyak qanotisimon o'simtasining lateral plastinkasi devor hosil qilib beradi. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana aynan shu o'siq ko'rinib turibdi lateral plastinkasi. Demak, chakka osti chuqurchasini shu ham chegaralab turar ekan. Demak, bundan tashqari aynan shu chuqurcha, chakka osti chuqurchaning boshqa qismlari bilan aloqasi bor kalla suyagining fossa temporalis bilan aloqa qiladi. Yuqoridan mana chakka osti chuqurchasi, yuqoridan fossa temporalis bilan. Va yana oldingi tarafdan fissura orbitalis inferior orqali ko'z kosasi bilan aloqa qiladi. Yaxshilab kattalashtirib ko'radigan bo'lsak, mana fissura orbitalis inferior. Mana bu joyda ko'rinib turibdi. Ko'z tarafdan ko'ramiz, mana fissura orbitalis inferiorni ko'ryapsizlar. Pastki ko'z yorig'i va endi orqa tarafdan mana chakka osti chuqurchasiga ochiladi bu. Yuqorisi oldingi chuqurchaga ochilar edi. Va keyingisi medial tomondan fissura pterygomaxillaris orqali fossa pterigopalatina bilan tutashib turadi. Fissura pterygomaxillaris. Bu nima degani? Yuqori jag' suyagi va aynan ponosimon suyak qanotsimon o'sig'i orasidagi fissura degani. Mana ikkala suyakning orasida yoriq ko'rinib turibdi. Demak, chakka osti chuqurchasini hosil qilishda bir qancha suyaklar qatnashyapti bu joyda. Ularni hammasini ushbu tasvirda bemalol ko'rishimiz mumkin. Ulardan mana yana takrorlab chiqadigan bo'lsak, arcus zygamaticus, arcus zygamaticusdan keyin yana qatnashyapti. Bu joydagi o'sha katta qanoti ponosimon suyakning chakka suyagi to'liq qatnashyapti. Chakka suyagining qanotsimon, ponosimon suyakning qanotsimon o'siqlari qatnashyapti bu suyakni hosil qilishda, chuqurchani hosil qilishda. Diqqat bilan ko'rib olinglar. Mana pastkisi. Mana bu yuqoridagi qism, yashil yongan qism bular fossa temporalis edi. Endi pastga biroz tushiradigan bo'lsak, bunday qilib pastki qism ko'rinadi. Bu tarafda bo'lsa, hali yonoq o'simtasi olib tashlanmagan. Shu yonoq o'simtasini to'g'risidan boshlab, shu pastki qismni chakka osti chuquri deb ataymiz.